Siz so'ragan 2 xona, 3 xona qilingan uy topdim aka. Marabatskiy rayon, birinchi etajda. Тем более narxi ham 54.500 dollar. Uy oldi mana bunaqa yig'inli bo'lib qolsa, qanaqadir to'ylar bo'ladigan bo'lsa, отдельно joy qilib qo'yilgan. Bolalar o'ynash uchun jetki plashatkalari bor. Undan tashqari parkovkadan muammo yo'q. Lokatsiyani tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerdan shunday katta yo'lga chiqsanglar, Daniel Hill gostinchisi, bu yoqdan chiqsanglar bozorchi, 5-masjid bozorchi. Uyimizga yaxshi eshiklar qo'yib qo'yishdi. Bismillahirrohmanirrohim. Kirganingizda mana shunaqa koridor, tualet, vanna, раздельный. 2 xona, 3 xona qilingan, смешанный planirovka. Birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz. Uyimizda hech qanday qilinadigan ish yo'q. Podvol ham bor, mana bu seli. O'zingizga yana bitta xona kvartira bo'ladi. 3-xonamiz. Oshxonani balkonga olib chiqishgan. Orzuyingizdagi uyni topish uchun bizning kanaldagi podpiska tashlash esdan chiqmasin. Sizlar uchun xizmatdamiz.